Aziz görmən dostlar, yaxşımısınızlar? İzləyiş sağlam həyat proqramımızda görüşünüzdən qızğın qarşı alırıq. Proqramımız görmən dostlarımızdan hər xil kasallığı bolğan göz qarışını çonqurlaşdırış, kasallıqның aldını eliş və onu davalashqa bir kişilik töküp qoşunu asas qılğan sağlamlıq proqramısı. Proqramımızga Şinjan Uyğur Avtonom rayonluq 3-cü xalq doktorxanası alayda yardım qılğan bolub, şu doktorxanadakı təcrübəsi mol, kəsbi doktorlarını bizə savad sözləb berishə o'rlaşdırıb berdi. Şu səbəbdən Şinjan Uyğur Avtonom rayonluq 3-cü xalq doktorxanasıga köpdən köp rəhmətimizi bildirimiz. Xoş, undaqda sevimli dostlar, bugünkü proqramımızdan əziz mehmanını dostlarımızga bir tanışdırıb ötsəm, Şinjan Uyğur Avtonom rayonluq 3-cü xalq doktorxanası işki ajratma bölümüdən müdir varaç Tanrı doktor. Qarşılığınız Tanrı doktor, xoş gəlibsiz. Undaqda bugünkü proqramımızda biz yanıla çoğ kiçik həmmə dostlarımız intayın qiziqadigan bir qiziq nöqtə üstə toxtalmaqçı şundaqı. Yəni bizning qalqansiman bəz funksiyasi eşib ketish kasalligi. Yəni buni köpüncü dostlarımız Jiazhuangxian deb bəkərək biladi. Jiazhuanggunun Kangjian Jiakang. Mana doktor deyə oxşamaydı. Şundaqmı şu yaxın zamanlarda torlarda qarasaq daim degidək şu məsələn bək köp açıqlanğan ayollar bolsun yoki erlər bolsun doktorxanaga barğan aman sizdə şu qalqansiman bəzi funksiyasi eşib ketish ahvol bor ekan deb diagnoz qo'yilib atqanligini bayqaymiz. Undaq bo'lsa shu Jiazhuangxian gongning Kangjian, ya'ni qalqansiman bəzi funksiyasi eşib ketish degan zodi qanday kasallik? Mush to'g'risida bizga bir tushuncha bersangiz. Bo'ldi. Hamda qalqansiman bəzi biz uchun odam beden uchun nihoyat muhim bir a'zolarning biri. U faqat 25 gram og'irligi bor, nihoyat kichik. Lekin o'z kichik bo'lgan bilan u bizningki o'sib yetilishimizga, bizningki modda almishimizga nihoyat cho'ng ta'sir ko'rsatadigan bir a'zo hisoblanadi. O'z kichik bo'lganlar roli cho'ng. To'g'ri, roli nihoyat cho'ng. Qalqansiman bəzi funksiyasi kuchayib ketish degan qanday kasal deganda, uningki mush kasalning ismidan chiqib turibdi. Bu qalqansiman bəzningki qalqansiman bəz hormonini alayda ziyoda ko'p ishlab chiqarishdan kelib chiqqan bir kasal deb qaraymiz. Bu qalqansiman bəz bizningki nerv sistemimizni, anandan yurakni, hazm qilish sistemimizningki xizmatini ruhlandırıb, canlandırıb, modda almishni alayda tezlashtiradi. Buningdan kasallarda masalan uxlayolmaydigan, asan jiddiyleşidigan, yurak sep ketadigan, ba'zilarning asan achchiqlanadigan, ba'zilarning bo'lsa qo'saq bek ochadigan, jiq tomoq yeydigan, lekin o'riqlab ketadigan, cho'ng taratning qitimi jiqlab ketadigan ashundaq alomatlar paydo bo'ldi. Buni biz shu Jiakang deymiz, ya'ni qalqansiman bəzning funksiyasi eshib ketdi deymiz. Demək, şu Jiakang deganimiz siz deb o'tib ketgan o'xshashliqi, asan charchaydi ekanmiz, axshimiz uyqumuz kelmaydi ekan, asan ochiqlanadi ekanmiz. Shuning o'xshash odam o'riq bo'ldi ekan, ammo tomoqni jiq yeydi ekan. To'g'ri. Shunga biz odatda manjunda klinikada masalan ba'zi kasallar bor, jiq alomatlar ko'rinmaydi, lekin ba'zi kasallar bor. Men tomoqni shunday jiq yeyman, lekin shunday o'riqlab ketaman, nima ish qildi desa, biz cho'qim shu qalqansiman bəzning xizmatini cho'qim tekshiramiz, qanday tekshiramiz, mush kasal bormi, yo'qmi deb. Undaq bo'lsa, masalan, semizroq odamlarda shunday kasal bo'lish mumkinchilik bormi? Bo'ldi. Semiz kasallarda hamda bu kasal bak ig'ir bo'lmaydi, alomati bak boshqa kasallarga o'xshash bak aniq bo'lmaydi. Lekin semiz odamdami bu qalqansiman bəzning xizmati kuchayib ketadigan bunday kasallar bor. Demak, men o'riq emas, bu kasalga giribdor bo'lishi mumkin emas degan bunday qarash bir xato. To'g'ri. Undaqda shu qalqansiman bəz funksiyasi eshib ketish kasalligining keltirib chiqish sababi zodi nima? Hamda bu qalqansiman bəzi kasalliklar bo'lsa, qaysi kasal bo'lsin, bu bizningki qizishim yanshin chibing deymiz, o'zimizning immunit xarakterli kasal bo'ldi. Uning zodi qandoq muhim sabablar bor deganda hozircha klinikada bek aniq javobmi yo'q. Odatda buningki shu kasallik sabablar qanday desa, tuvanda bir nechta tarafdan so'zlasak bo'ldi. Birinchidan Mimanshin Dushin Jiazhuangxian. Masalan, biz limchongda buni Grisping deymiz. Bu bizningki shu qalqansiman bəzi funksiyasi eshib ketgan kasallarning 80%, 85% mush kasal bilan bo'ldi. 85% mush kasal jiq uchraydi. Ikkinchisi Dofa Jeje Dushin Jiazhuangxian deymiz. Hamda bu kasallarmi masalan ayollarda jiqroq bo'ldi, cho'ng yashanganlarda jiqroq bo'ldi. Bu kasalmi klinikada jiqroq uchraydi. Masalan, 3-chi kasallik desak, Jiazhuangxian Gaogunning Suzhuxian Liu deymiz. Bu shu qalqansiman bəzda yakka bir talla nokchining paydo bo'lib qilishidan sabab bo'ldi. Nimishqa desa, bu nokchining o'zilam shu bizningki ortiqcha qalqansiman bəz hormonini ishlab chiqardi. U biz uni kontrol qila olmaymiz. Uningdan anandagi shu butun qon tekshirgan vaqtimizda shu qon qalqansiman bəzning hormonining ortib ketganligini
байқаймыз. Төртінші себептен болса, yana мәселен, деншинжакаң дейміз деген йод маddəsidən кеп шыққан қалқансыман безнең хезмәте артып кетиш болады. Бу кыска вакытның ичидә, мәсәлән, шу йод маddәсе бар булган, җык булган дориларны я yemekliklarni qabul qilgandan bo'ldi. Masalan, ba'zi kasal bor, yurak kasali bor. Andianton deb bir dorimiz bor. Ashni uzun muddat ichsa, biz bu kasallarga odatda shu qalqonsimon bezning xizmatini tekshirib turamiz, qon ep tekshirib turamiz. Nima ish qilsa, buni uzun muddat ichgandan keyin shu punkisiyasi o'rlab ketadi qalqonsimon bezning. Yana birisi masalan, bizningki Jeruchil yo'soyinchi deymiz. Ulardami shu yod maddasi bor. Uning asosiy yod maddasi. Umi shu kasallarning qalqonsimon bezining punkisiyasini o'rlatadi. Qon tekshirganda uni bayqag'ili bo'ldi. Mush ikki tarafdan bo'ldi asosan. Demak, nimishqa buning sababi aniq emas deganda, faqat ikki sabab bakrak aniqga. Yana davolash jarayonida dorini boshqa bir dorini iste'mol qilganlikdan kelib turib chiqargan yoki davolash jarayonida keltirib chiqargandan boshqalarning ko'pinchisi o'zimizning badanida bir xil o'zgarish paydo bo'lgandan keyin. Hargiz mo'yliqqa ma'lum moddaga uchrab yoki ma'lum narsani ko'proq iste'mol qilib yo turmush odatiy deb undaq boshqa bir sabablardan qaramaydi. Odatda yod moddasi hamda hammamiz bilamiz, shu qalqonsimon bez hormonini ishlab chiqaradigan birdan-bir material. Bu ozlasa yo ko'plasa bizningki shu qalqonsimon bezning xizmatiga hormonning ishlab chiqarishiga ta'sir etadi. Uningdan shu qalqonsimon bez kasallari kelib chiqadi. Lekin buni cho'qim mushning bilan munosabatlikmi deb qarasak, nayt bir oz bir qism kasallar, abiyatni so'zlab o'tdik, shu kasallarga munosabatlik. Odatda bizning hozir turmushimizda yemak ichmak deymiz, masalan, bizning hozir umumlashgan shu qo'shilgan tuz deymiz. Shunga bu kasalliklar asosan yo'q desak bo'ldi. Shu bizning abiyatni degandek faqat shu dorilarni qabul qilish yo bo'lmasa tekshirish jarayonida asoyinchi ishlatganligidan ba'zi kasallarni oz bir qism kasallarda ko'rindi. Bu nayt jiq deb qarashga bo'lmaydi. Chunki biz dorilarni ishlatgandan keyin doktorlar cho'qim ularni vaqtida tekshirib turamiz. Vaqtida tekshirib turib burun bayqaymiz, burun dorilarni tansak bularmi shu qalqonsimon bezningki funksiyasi kuchib ketishining oldini yaxshi ag'il bo'ldi. Demak, shu qalqonsimon bez funksiyasi kuchib ketishining hozir siz shu kelib chiqish sababi shunaqla shu to'g'risida bizga izohat berdingiz. Hamda balkim menga o'xshash nurg'ulg'an ko'rmanlar qalqonsimon bez funksiyasi kuchib ketishda mening oldimga, ko'z oldimga eng baldir kelgan shu o'ruqlab ketish hadidan ziyoda. Shundan boshqa kasallik alomatlarimi bormi? Baba qalqonsimon bez funksiyasi kuchib ketganda abiyatni dedim, u bizning butun a'zoyimizga, butun badanimizga ta'sir qildi. Qanday ta'sir qildi desa, biz badanninki abiyatni degandek nerv sistemasi deymiz, yurak deymiz, hazm qilish sistemasining xizmatini ruhlandirdi, jonlantirdi yo oshirdi. Undan boshqa bizningki modda almashishni tezlashtirdi. Tezlashtirib o'tgandan keyin undan bizda kasallarda asosan oddiylar abiyatım ben degandek uyqusuzlik ya bo'lmasa asan chili bo'lgan alomatdan boshqa nurg'un alomatlar chiqadi. Masalan, nervga ta'sir qilgan vaqtimizda kasallar birinchi uxlay olmaydi, ikkinchidan chilixo'r, asan kichiknam ishlar qopdigan, chechildigan bo'lib qoldi. Undan boshqa bosh og'riydigan, bosh qaydigan ishlar bo'ldi. Anandan keyin bizningki shu yurak ta'sir qilgan vaqtimizda bo'lsa, kasallarningki yurakning so'qishini tezlab ketadi. Tezlab ketgandan keyin kasalda yurak bearam bo'lgan, ba'zilar yurak sep ketadigan, ya bo'lmasa masalan yurakning tez so'qqundan shu kasalning o'zida badanda yurakning so'qishi bilan harakatlanib titraydigan. Masalan, qo'l titraydigan bo'lmasa, butun badan titraydigan ashta ahvollar bo'ldi. Og'irlashganda bu kasallarda yurak qalaymiqan so'qadigan, yurakningki yo'g'nab ketadigan, ya bo'lmasa yurakning oxirida yurakning xizmatiga ta'sir qildi. Bu nihoyatda bir og'ir ahvol hisoblandi. Sal qarmaslik kerak. Sal qarmaslik kerak. Undan boshqa bizning hazm qilish sistemamizga ta'sir qilganda bu kasallar masalan qo'sqa asan ochilgan, jiqiydi. Jiqigan bilan cho'ng taratning qitim soni ko'payib ketadi. Bu kasallardan nihoyatda asan o'riqlab ketish ahvoli ko'riladi. Undan boshqa bo'lsa bizning eng muhim deganda shu ko'zimizga ta'sir qildi. Masalan, jiq masalan kasal bo'lsin bo'lmasin, nihoyatda jiq amlab bildim shu ko'zga qaraganda kelam bu kasalning alohida bir ko'zda o'zgarish bo'ldi. Bu kasallarda masalan abiyatni o'tdim, birinchi xil sababi masalan grasping deymiz, uningki muhim bir alomati shu ko'zga ta'sir qildi, nihoyatda tezlam. Bu kasallarda ko'ziningki qarchug'i oldiga poltiyib chiqadi. Poltiyib chiqqandan keyin bu kasalning ko'zining ko'rish quvvatiga ta'sir qildi. Uningdan boshqa bu kasalda masalan kun nurdan qo'rqadigan, ko'zda yashang'uraydigan, yana birisiga ko'zning ko'rish quvvati ojizlaydigan, ya bo'lmasa bir narsani ikki ko'radigan, qo'sh ko'radigan
Мышында ahvollar bo'lib, bu kasallikki, bu bemorningki turmushiga, xizmatiga ig'ir ta'sir etadi. Shunaq. Undan boshqa, masalan, ba'zilarningki, masalan, o'zingiz mushtaq biz doktorga bunda qarabli bilib olgan bo'ldi. Mana shu qalqonsimon bas yo'g'nab ketadi. Bunda qarasangiz bilgil bo'ldi, yo'g'nab ketadi. Ba'zilarning og'riydi, ba'zilarningki bak yo'g'onsa, ya bo'lmasa, bizningki ko'krak so'ngakning ichiga yo'g'indaydigan ahvollar bo'ldi. U chaqda biz bunda qarab bilamaymiz. Masalan, CT ishlash ya bo'lmasa qilish orqali bayqig'il bo'ldi. Bu kasallarda nafas siqildigan. Nimishqa bu yo'g'nab ketgandan keyin bizningki nafas yo'limizni besib oldi. Besib olgandan keyin bu kasalda nafas siqildigan mushtaq ahvollar bo'ldi. Undan boshqa yana hazm qilish sistemasiga ta'sir qilgan vaqtida, masalan, bizningki uchayninki qanat moddasini so'mirish iqtidori eshib ketadi. Shunga ba'zi kasallarda shu qalqonsimon bazning funksiyasi ortib ketgan kasallarda biz odatda qondagi qand moddasini normal tekshirib turamiz. Nimishqa ba'zi kasallarda shu taniyobing diabet chiqib qolgan ahvollar bo'ldi. Diabet chiqib qolgan ahvollar bo'ldi. Bu sal qarashqa bo'lmaydigan bir ahvol. Shunaq. Demak, mening ko'z qarashimda shu boyman deb o'tib ketganga o'xshash o'ruq, undan boshqa ko'z alması pultayıp çıkışdan ibaret muş ikki xil ahvalni bildik ekan. Endi meningcha bo'lsa, o'ruqlash bizga o'xshash qizlar nisbatan yaxshi ahvol deb o'ylayman. Qancha jiq yapmiz hammamizlik nurg'ulgan qizlarning iliqi kecha kunduz orzu qiladigan bir tushi shunaqku. To'g'ri. Bu kasalni men to'rlarda ko'rgan ba'zilar qanday qilsak mush qalqonsimon biz mush funksiyasi ortib ketish kesillik giribdor bo'lamiz deydigan shunday bir ahmoqona xiyollar bor bo'lgandi. Ammo hozir diqqat qilsak amaliyotda buning oqibati intayin ig'ir ekan shundaqku. Bizning shu ko'zimizga, undan boshqa bizning nafas yo'l sistemamizga, hatto keyinga berib balkim diabet, yurak kasalligiga o'zgarib ketishi mumkin ekan. Shunga bu kasallik hargiz sal qarmaslik kerak ekan. Bu kasalga cho'qim sal qarmaslik kerak. Undaqda Tanur doktor so'rab baqsam, shu qalqonsimon baz funksiyasi eshib ketish kasalini davolab saqayt qilib bo'lamdi yoki buni qanday davolash kerak? Bu qalqonsimon bazning funksiyasi eshib ketgan bu kasalni davolab cho'qim saqayt qilib bo'ldi. Saqaytgan bilan, lekin bu yana ba'zi sabablardan, masalan, bizningki ko'p uchraydigan nima deganda, birinchidan shu ro'yi besim, ro'yi azob, açtaq ba'zi ma'lum shunday ahvollar kelganda bu oson qo'zg'alib oldi. Bizning jiq kasallarimiz saqaydi, 1,5 yildan 2 yilgacha dori yeydi. Dori yegandan keyin biz dorilarni to'xtatamiz. Shu bosqichga yetganda endi biz ularning shu qon tekshirish, bichov tekshirib, mush kasal dorini to'xtatib bo'ldi ekan deb qargan vaqtimizda to'xtatamiz. To'xtatgan bilan bu kasallar, ya'ni ba'zi kasallar o'xshamaydi vaqt. Ba'zilar 2 yilda, ba'zilar 3 yilda, ba'zilar yarim yilda shu qo'zg'algan ahvollar bo'ldi. Undaq bo'lsa, davolaganda qanday davolash kerak? Davolash usuli endi birinchi bizningki dori bilan davolaymiz. Dori bilan davolaganda bizning 2 xil dorimiz bor. Bu 2 dori asosan ko'p ishlatiladigan dorilar. Dori bilan davolaganda 12 oydan 18 oygacha dorilarni muqim yeysiz, mush doktorninki ko'rsatmasi bo'yicha yeb, 1 oy, 2 oy, 3 oyda cho'qim doktorxonaga berib, har bir qatim mush ximiyalik tekshirish olib boramiz. Tekshirish natijasi qarab mush dorilarni tanshab beramiz. 12 oydan odatda 18 oy, mundaq aytgan 1,5 yildan 2 yilgacha mush dorini yeymiz. Yana bir usul funksiyasyon degan deymiz, buni radioaktiv davolash deymiz. Buningdimi shu ba'zi kasallar shunday davolandi. Qanday kasallar buni davolandi desa, masalan, dori reaksiya qiladigan, dori yemaydigan, jigar ya bo'lmasa börekning xizmati yaxshi emas, dori yeyishga mumkin bo'lmagan, yana ba'zilar shu dori yeb qayta qo'zg'alib oladigan, unumi yaxshi bo'lmagan, ya bo'lmasa shu qalqonsimon baz yo'g'inib ketgan, masalan, o'ttiral yo'g'ingan. Ashtaq kasallarga bu radioaktiv davolash usulini olib boramiz. Undan boshqa yana operatsiya qilish uchinchi usulimiz operatsiya qilish usuli. Bu operatsiya qilish usulida hamda qanday kasallarga olib boramiz desa, odatda shu dorini yeb unumi yaxshi bo'lmagan, qaytilinib oldigan, yana shu qalqonsimon baz haddidan ortiq yo'g'inib ketgan, ya bo'lmasa shu ko'krak so'ngakning keyniga o'sib qolgan. Andaq kasallarni operatsiya qilamiz. Ondan keyin yana obyatni deb o'tgandek, mush qalqonsimon bazdan nokchi paydo bo'lgan. Bu nokchidan biz endi shu rakmiki deb gumon qilgan mushtaq kasallarni operatsiya qilib davolaymiz. Operatsiya qilib davolagandan keyin bu kasallar cho'qim vaqt-vaqtida yana doktorxonaga berib, tekshirib
tekshirtib turdi, bechorani tekshirtib turdi. Nima ish qilsa, bu operatsiya qilib butun %100 saq qo'ydi degan olmaydi. Chunki men aviatni deb o'tdim. Bu qalqonsimon bez bu kasal hamisi sishim yanshinjibing o'zimizningki immunitlik bir kasal. Bunday bo'ldi ekan, bu biz oddiylab men operatsiya qilyaptimgu deb bunda qarsak butunlay xato bo'ldi. Sal qarmaslik kerak. Yana vaqti-vaqtida doktorxonaga berib tekshirib turdiga yaxshi. Demak, jami 3 xil usul bor ekan. Kasallik ahvoli qarta, hamda yenikraklarga to'g'ri bilan saqlaysa bo'ldi ekan. Undan keyin radiativlik davolash usuli, andan keyin sal eg'iroq bo'lgan kasallik ahvoli qarta biz operatsiya qilish orqali mush kasallikni vaqtincha yoki bo'lmasa shunday kontrol qilishimiz kerak ekan. Unaqda shu qalqonsimon bez funksiyasi eshib ketish kasallik bemorlariga nisbatan mush oilada nimalarga diqqat qilishimiz kerak? Oilada amday obiyatni deb o'tdim, bu kasallar noiti tirikkak bo'ldi, uyqusi yaxshi bo'lmaydi, tirikkak bo'ldi, jilixo'r bo'lib qoldi. U o'zi bundaq bo'lay demaydi, chunki kasallik ep bo'lgan. Shunga biz bu kasallarni birinchidan cho'qim shu uyquga yaxshi normal turmush usuli bo'lish kerak, ritmli turmush usuli bo'lish kerak. Uyquga ahamiyat berish kerak, o'zimizni tanshab turishimiz kerak. Masalan, kayfiyatimizni tanshab turishimiz kerak. Yana bir tarafdan oiladagilar bu kasallikka obdan ko'ngil bo'lish kerak. Masalan, men sen ochiq qildim deb u oiladagilar ularga ochiq qilsa, bu ro'y besimda bu kasallik ahvolini kontrol qilishga yaxshi bo'lmaydi. Yana bir tarafdan bo'lsa, shu dorini doktorning ko'rsatmasi bo'yicha cho'qim vaqtida yeb turish kerak, o'zi xohlagancha jiqiltadigan, aziltadigan yo to'xtatib oladigan bunday ishlarni qilmaslik kerak. Yana bir tarafdan bo'lsa, hamda mush doktorning talabi bo'yicha, masalan, 2 oyda yo 3 oyda yo bo'lmasa 1 oyda shu doktorxonaga berib, cho'qim ximiyalik tekshirtib, andan keyin mushning natijasi qarab doktorlar dorilarni tanshab turdi. Shu vaqti-vaqtida dori ichish kerak. Yana birisiga yemak-ichmak desak, hamda shu ochiq chuchuk deymiz, kafe deymiz, qiniq choy deymiz. Chunki bular bizni kuchiga ega yemaklar, unda kuchiga ega tamoqlarni yo bo'lmasa ichimliklarni içmeslik gerek. Undaqda shu oiladami, masalan, o'zimizga o'zimiz oddiy diagnoz qo'yish usuli bormidi? Masalan, siz birinchisi bayda o'tib ketdingiz, yana bizning miyadagi ba'zi yo'qnab qoldi ekan. To'g'riladimi? Bo'libmi do'yingda biz bir qancha do'stlarimizni ko'rgandik. O'zaro paranglashayotganda, pastda shu boshqalar to'rdoshlar xat yozdi. Sizning shu qalqonsimon bez funksiyasi eshib ketish kasallik giribtor bo'lish mumkinchiligingiz sal yuqorida qilib turdi deb, tugun 2-3 kun o'tgandan keyin berib tekshirsa, haqiqatan mush kasal giribtor bo'lgan. Ammo shunga o'xshash bizmi oilada o'zimizga o'zimiz oddiy mundaq diagnozlarni qo'ya olamizmi? Qo'yg'ili bo'ldi, masalan, siz degandek o'zimiz, masalan, har kuni o'zimiz aynakka qarab, o'zimiz qarab baqsaq bo'ldi, masalan, yo'g'nab ketmaganda, chunki bu qalqonsimon bez kasalining hammasi qalqonsimon yo'g'nab ketadi degan bo'lmaydi. Ba'zilarning yo'g'inmagan, yo bo'lmasa azroq yo'g'ingan vaqtida, masalan, doktor bo'lmasa boshqa odamlar aldirab farqlandirmaydi. Bu bakroq yo'g'inganda, anan keyin gap qilganda ko'pib chiqqan vaqtida sizlarmi boshqalarni biladi, ajab yo'g'nab qopti, yo bo'lmasa o'zimni his qildi. Undan boshqa hozir jiq kasallar siz degandek o'zlari ba'zi savatlarga ega. Masalan, o'zi uyqusi yaxshi bo'lmasa, jilixo'r bo'lib qolsa, o'g'riqlab ketib qolsa, yo ba'zilarning ko'zidan chiqadan bilib oldi. Masalan, ko'zi oldiga pul kelib chiqib qolganda, ular bildi, "Keplan men shuni tekshirib boqay" deganda, men shunda alomatlar bor deydi. Demak, yuqori alomatlar ko'rilganda biz eng yaxshisi doktorxonaga berib bir aniq diagnozga ega bo'lishimiz kerak ekan, shunaqo bir tafsiliy tekshirishimiz kerak ekan. Men aviatni deb o'tdim, endi shu qalqonsimon bez yo'g'nib qoldi degan bilan shu qalqonsimon bezning funksiyasi kuchib ketdi degan gap ishga gap. Ba'zi odamlar mush qalqonsimon bez yo'g'nab ketadi, lekin uningki funksiyasi yaxshi bo'ldi. Buningga alohida biz davolash usuli uning boshqacha bo'ldi. Uning dori ishlatish ketmaydi. Biz vaqti-vaqtida tekshirib shu to'sili bo'ldi. Demak, cho'qim kasbiy diagnoz qo'yish kerak, shunaqa doktorxonaga berib. Xo'sh, Tanur doktor boy sizim deb o'tib ketdingiz. Qalqonsimon bez funksiyasi eshib ketish kasallik bemorlarida ba'zida shu ko'pincha ahvollarda tomoqni ko'p yeysimi, ammo o'ruq turadigan, bo'libmi cho'ng tarafning qitim soni ko'p bo'lgan ahvollar uchraydi deb dedingiz. Demak, shu jarayonda biz cho'qim shu yemaklik yoki tomoq yeyish jarayonida diqqat qiladigan ishlar bor. Shuni bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Bo'ldi, bu endi qalqonsimon bezning funksiyasi eshib ketganda biz yemaklik jihatda hammadan bildi, birinchidan yod moddasi bor bo'lgan yemakliklarni oldidan to'xtatamiz. Funksiyasi eshib ketganda cho'qim to'xtatamiz uni. Masalan, o'sha yerda gapingiz bir qistirib o'tsam, biz odatda oilada iste'mol qilgan tuzlar hammasi yod qo'shilgan shunaqo. Demak, qalqonsimon bez funksiyasi eshib ketish kasallik bemorlari tuz tanlaganda misol diqqat qilish kerak ekanda. Birinchi shu yod
ba, tuzunu to'xtimiz. Ashuni cho'qim to'xtimiz. Uningdan boshqa, masalan, sizsa hayday deymiz. Yotmatis ko'p. Uningdan boshqa, masalan, dengiz mahsulotlardan hayshin deymiz, hayja deymiz. Ashlarning hammasida shu yotmatis biroz ko'p. Şuna biz kasallarga degan vaqtimizda birinchidan yotmatis bor, tuzni, yotliq tuzni to'xtamiz, ikkinchidan zilsa hayday amjiqroq yeydigan, uni to'xtamiz. Uningdan boshqa asosan dengiz mahsulotlarini, rak deymiz, ashlarni to'xtatishni tavsiya qilamiz. Ham ikkinchidan aviatni deb o'tgandek, endi masalan aroq tamoqlarni tashlaymiz, kafelarni tashlaymiz, qiniq choylarni to'xtatib turamiz. Uningdan boshqa ko'proq bu kasallarda aviatni deb o'tdim. Shu badanninki modda almishni tezlab ketadi. Tezlab ketganda bu kasallarda masalan o'zi holsizlanadigan, qo'lda kuch yo'q. Ba'zilarninki shu go'shtlar qo'rilgan, mushta ahvollar bo'ldi. Shunga bunday kasallar kelganda biz ko'proq shu aqsil moddasi yuqoriroq yemekliklarni bo'raymiz. Masalan, sut, tuxum, go'shtlarni cho'qim shuni obdan iste'mol qilish kerak. Uningdan boshqa masalan meva bilan sayko'ktat buni ko'proq iste'mol qilishni tavsiya qilamiz. U chog'da bizga vitaminlarni to'liqlaymiz. Odatda biz tomoqda mushtarak diqqat qilsak bo'ldi. Demak, tabiiy yemaklar bakrak tavsiya qilindi ekan shunday. To'g'ri. U nayt oddiy aviat degandek shu 3 xilni to'xtatib, shu yangi meva va sayko'ktatlarni qabul qilib bersak, aqsil moddasi ko'p bo'lgan yemekliklarni qabul qilsak bo'ldi. Hozirgi mush kasallikni saqaytishga kelsak, nurg'on do'stlarimiz balki menga o'xshash o'ylash mumkin. Endi mush kasbiy doktorlarning yordam ostida doriga yoki bu har xil kasallikni saqaytish usullariga tayinib saqaytgandan boshqa yana oilada biz ham kutinishga bo'lib harakatga diqqat qilib bersak, kasalim texmo tez saqaydi deb. Endi shu qalqan zamon ba'zi funksiyasi eshib ketish kasallik bemorlari harakat qilishga mos kelamdi yo'q. Agar moskasi qanday harakatdan ishlab berish kerak? Bu kasallar harakat qilsa bo'ldi. Qalqan ba'zi funksiyasi ortib ketgan kasallarga harakat qilganda biz odatda tavsiya qilamiz tuvanki bir nechta tarafdan bo'ldi. Birinchidan shu kasallik og'ir bo'lganda, masalan, sizga aviatni deb o'tgandek yurak tez so'qqan, yurak qon so'qadigan, yurakninki xizmati yaxshi bo'lmagan, qon besimi yuqori bo'lgan, yo bo'lmasa, shu ko'z poltib chiqqan. Bundaqcha aytganda, shu kasallik ahvoli og'ir vaqtida bu kasallarni biz harakat qilsin demaymiz. Shu uyda cho'qim yaxshi aram elish kerak. Ikkinchidan dorilarni yeb davolash orqali bu kasallik ahvoli kontrol bo'lganda, o'zininki alomatlari yengil bo'lganda, muqimlashganda yapımız ba'zi kasallar bu alomatlar yo'qaydi. Yo'q qilgan vaqtimizda bu kasallarni anandan harakat qilib bo'ladi. Harakat qilganda asosan o'zimizningki badanimiz ko'tara oladigan harakatlarni qilsak bo'ldi. Masalan, sirtlarga chiqib mengish deymiz, asta yugurish deymiz. Anandan uni yuja deymiz, tajichan ashni, usul o'ynash deymiz. Ashundoq harakatlarni qilib bo'layverdi. Yana birsiga shu ko'z poltib qolgan kasallarga shu masalan so'zish deymiz. Taqqa yamish deymiz. Undaq kasallarni tavsiya qilmaymiz. Chunki so'zganda ko'zga eng cho'ng ziyni bor shunday. To'g'ri. Bundaq kasallar bizning tavsiya qilganimiz boshqa kasalga o'xshamaydi. Cho'qim ko'zni cho'qim yaxshi asrash kerak. Masalan, kechalarda uxlaganda yo kunduzda sirtqa chiqqanda cho'qim ko'zoynak taqib olish kerak. Chunki ko'zimizni asramsak bo'lmaydi. Yani çünkü bu kasallarning ko'zini yumganda butun ko'zi yumilmaydi. Bizga o'xshamaydi. Ba'zi kasallarning ko'zi yumilmaydi. Shunga sirtqa chiqqanda ko'zoynak taqaymiz, uxlagandimi, o'sha yanjal taqab uxlasa bu ko'zimizni, bo'pmi olmasini asrashga foydasi bor. Bizga bugun shunday qimmatli bir dars so'zlab berdingiz deb o'yladim, chunki nurg'on do'stlarimiz biladi bu kasallikni. Balkim atrofida yoki o'zimi mush kasal giribdor bo'lgan bo'lishi mumkin, ammo ishonamanki cho'qim sal qarawatganlar yanala bor. Demak, biz agar mush kasal bo'lib qoldimmi yoki emasmi deganni cho'qim bir aniqlashtirib o'tishimiz kerak. Qanday aniqlashtiramiz deganda cho'qim doktorxonaga berib, kasbiy doktorlarning mush diagnozida agar siz mush kasallik bo'lsangiz, siz deb o'tib ketgan bir qancha nuqtalarga alohida diqqat qilib, doktorlarning tekshirishiga, shunaqa davolashiga aktivlik bilan moslashishimiz kerak. Chunki bu kasallikning oqibati unchalik yenik emasga shunaqa, balkim texmi og'ir oqibatlarni elib kelishi mumkin ekan. Rahmat sizga Tanur doktor bugun bizga shu qalqonsimon ba'zi funksiyasi eshib ketish haqida nurg'on qimmatli bilim savoddan so'zlab berdingiz. Rahmat. Sizga rahmat. Sevimli do'stlar, bugungi izlash sog'lom hayot programmamiz mush yerda